Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sog' salomatmisiz? Mening ismim Saburova Matluba Yusupovna. Mana shu Haverji Biyoloji kompaniyasida reklama menejerimda hozirgi kunda 1 yildan beri faoliyat olib bormoqdaman. Allohga behisob shukrki, mana shu Haverji Biyoloji kompaniyasiga haliyam 1 yil oldin kelgan ekanman. Sababi bu mahsulotlar eksklyuzivniy mahsulotlar, ya'ni O'zbekistonimizning birinchi milliy kompaniyasi ishlab chiqarish mahsulotlarimiz Malayziyadan kirib kelgan. Hozirgi kunda kompaniya основательlari Oybek ham Fatimaxonim, Bekjanova bular. Mana shu kompaniyaga asos solgan inson 17 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan sotsiolog, kuchli marketolog, biznes g'oyalar muallifi, hozirgi kunda ko'krak nishoni sovrindori, ya'ni mana shu Haverji Biyoloji kompaniyasini O'zbekistonga olib kelgan asoschilarimiz hisoblanadi. Mana shu Haverji Biyoloji kompaniyasi nafaqat insonlarga, kasal insonlarga, ya'ni sog'lom bo'lib turib kasal bo'lmaslik yo'lini tanlagan insonlar uchun eng sifatli mahsulot deb bilaman. Hozirgi kunda bizlarni Haverji Biyoloji kompaniyamizda mahsulotlar 4 ta yo'nalishda kirib kelgan. Hozirgi sizni ko'rib turgan mahsulotlaringiz bu birinchi paketimiz Silver paketda mujassamlashgan. 4 xil paketimizning birinchisi salomatlik mahsulotlari, detoks mahsulotlari, ya'ni uchinchisi bu bolajonlar uchun mahsulotlar va oxirgisi inson uchun muhim bo'lgan eng jarayon yoshartirish mahsulotlari hisoblanadi. Kompaniyamizda hozirgi kunda eng zo'r sifatli bo'lgan qora imbirdan tashkil topgan bu mahsulotlarimizdagi ingredient inson salomatligi uchun birinchi o'rinda turgan immuniy faoliyatimizni kuchaytirib beradigan eng noyob mahsulot hisoblanadi. Ya'ni chaqaloq ona qornida 9 oyda dunyoga keladigan bo'lsa, bu qora zanjabil 9 oyda pishib yetishib, mana shu mahsulotlarimizni sostavida qora imbirda tashkil topgan. Mana shu hozir birinchi mahsulotimiz inson organizmi uchun o'ta muhim bo'lgan brendimiz Double G mahsulotimiz. Bu Double G mahsulotimiz nafaqat inson salomatligi uchun eng muhim bo'lgan yurak faoliyati, davleniya kasalliklari uchun, eng zo'r tarafi pochka kasalliklari uchun, buyrak yetishmovchiligi, jigar sirrozlari uchun, ya'ni bu mahsulotimiz endokrin tizimiga juda o'ta noyob ta'sir etuvchi mahsulot hisoblanadi. Ya'ni bu bepushtlik, hozirgi kunda eng mana yasharib ketgan kasalliklardan bitta sahrni kasalliklariga o'ta